Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bepul yo'l kira bekor qilinadimi? Kimlar imtiyozdan ayrilishi mumkin? Kimlar esa xotirjam bo'lsa bo'ladi? Bu mavzu faqat avtobus yoki metroda yuradigan odamlarga emas. Pensionerlar, talabalar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, urush va mehnat faxriylari, ko'p farzandli oilalar, kam ta'minlangan oilalar, hatto har kuni ishga qatnaydigan oddiy xodimlargacha tegishli. Chunki transport imtiyozi oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladi. Men bugun gapni cho'zmayman, lekin masalaning ichiga chuqur kiraman. Ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni o'z vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha xarajatdan va chalkashlikdan saqlab qoladi. Avval bepul yo'l kir deganda odamlar nimani tushunardi? Juda oddiy. Ayrim toifadagi fuqarolar jamoat transportida yo'l haqi to'lamasdan yurishi mumkin edi. Masalan, ayrim pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa imtiyozli guruhlar ma'lum transport turlaridan bepul yoki chegirma asosida foydalangan. Lekin bu tizim har doim ham bir xil ishlamagan. Kimdir hujjatni ko'rsatib o'tgan, kimdir plastik karta yoki ijtimoiy karta orqali yurgan, kimdir esa haydovchi bilan tortishib qolgan. Ba'zi joylarda nazorat kuchli bo'lgan. Ba'zi joylarda esa tartib aniq bo'lmagani uchun muammo ko'paygan. Endi nima o'zgaryapti? Asosiy gap shundaki, bepul yurish tizimi to'liq yo'q qilinadi deb vahima qilishdan oldin bir narsani tushunish kerak. Ko'p hollarda davlatlar bunday tizimni bekor qilishdan ko'ra uni qayta tartibga soladi. Ya'ni kim haqiqatan ham imtiyozga muhtoj, kimning huquqi qonun bilan kafolatlangan, kim esa eski tartibdagi noaniqlikdan foydalanib kelgan, shular ajratiladi. Reforma deganda ko'pincha shuni tushunamiz. Imtiyozlar raqamlashtiriladi, hujjatlar qayta tekshiriladi. Ayrim toifalar uchun manziliy yordam joriy qilinadi. Ayrim bepul yurishlar esa pul kompensatsiyasiga aylantirilishi mumkin. Masalan, oldin odam avtobusga chiqib, men pensioniman deb guvohnomasini ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Haydovchi qarab o'tkazgan yoki o'tkazmagan. Endi esa tizim shunday bo'lishi mumkin. Fuqaroning imtiyozi yagona elektron bazada turadi. Karta validatorga tekkiziladi. Tizim avtomatik ravishda yo'l haqini 0 so'm qilib hisoblaydi yoki chegirma beradi. Bunda haydovchi bilan tortishuv kamayadi, lekin bir xavf bor. Bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, odamning huquqi amalda ishlamay qoladi. Shuning uchun men bugun sizga aynan qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini batafsil aytaman. Eng avvalo kimlar xavotir olishi kerak? Men buni 3 guruhga bo'lib tushuntiraman. Birinchi guruh imtiyoz huquqi bor, lekin hujjatlari eski, muddati o'tgan yoki ba'zida ko'rinmaydigan odamlar. Masalan, nogironligi bo'lgan fuqaro tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatini yillar oldin olgan, lekin elektron tizimda yangilanmagan bo'lishi mumkin. U odam bugun avtobusda bepul yursa ham, yangi tartib ishga tushganda karta ishlamay qolishi ehtimoli bor. Bu imtiyoz bekor qilindi degani emas. Bu hujjat va baza mos kelmayapti degani. Ikkinchi guruh imtiyozdan odat bo'yicha foydalanib kelgan, lekin aniq huquqiy asosi yo'q odamlar. Masalan, ayrim tashkilot xodimlari mahalla darajasida berilgan eski ma'lumotnoma egalari yoki oldingi yillarda vaqtinchalik berilgan ruxsatnomalar bilan yurib kelganlar. Reforma paytida aynan shunday noaniq toifalar ko'p tekshiriladi. Chunki davlat byudjeti uchun har bir bepul qatnov real xarajatdir. Avtobus yo'nilg'i ishlatadi, haydovchi maosh oladi. Transport korxonasi ehtiyot qismlar sotib oladi. Agar bir yo'lovchi pul to'lamasa, bu xarajat baribir qayerdandir qoplanishi kerak. Yo byudjetdan, yo transport korxonasidan, yo boshqa yo'lovchilarning tarafidan. Uchinchi guruh har kuni ko'p qatnaydiganlar. Masalan, bir kishi ertalab ishga boradi, kechqurun qaytadi. Agar bitta qatnov 2000 so'm bo'lsa, kuniga 4000 so'm, oyga 22 ish kuni hisoblasak, 8000 so'm bo'ladi. Agar u ikki transport almashtirsa, masalan avtobus va metrodan foydalansa, kunlik xarajat 8000 so'mga chiqishi mumkin. Oyga bu 106000 so'm. Endi oilada 2 kishi shunday qatnasa, 2000 so'mdan ortiq xarajat paydo bo'ladi. Agar oldin ulardan biri bepul yurgan bo'lsa, imtiyozdagi har qanday o'zgarish oilaviy byudjetga sezilarli ta'sir qiladi. Kimlar hozircha xotirjam bo'lishi mumkin? Men buni ehtiyotkorlik bilan aytaman. Qonun bilan mustahkamlangan aniq hujjati bor. Elektron bazalarda ma'lumoti to'g'ri kiritilgan fuqarolar odatda eng kam xavf ostida bo'ladi. Masalan, nogironlik guruhi amalda bo'lsa, pensiya hujjatlari tartibli bo'lsa,
ijtimoiy himoya reyestrida ro'yxat to'g'ri yuritilsa, bunday odamning imtiyozi birdaniga yo'qolib ketishi ehtimoli past. Lekin past ehtimol 0 degani emas. Shuning uchun men har doim tekshirishni maslahat beraman. Endi real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Toshkentda yashaydigan 17 yoshli pensioner har kuni poliklinikaga, bozorga yoki nevarasini maktabdan olishga qatnaydi. U haftasiga 5 marta avtobusga chiqadi, kuniga 2 marta yuradi. Agar har qatnov 2000 so'm bo'lsa, haftasiga 20 ming so'm, oyiga taxminan 60 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu kichik pul emas. Agar imtiyoz saqlansa, u pul dori-darmon yoki oziq-ovqatga qoladi. Agar imtiyoz o'rniga kompensatsiya berilsa, masalan, oyiga 60 ming so'm, lekin uning real qatnoviga ham 1000 so'm bo'lsa, 20 ming so'm farqini o'zi to'laydi. Shuning uchun kompensatsiya miqdori real qatnov xarajatiga mos bo'lishi juda muhim. Yana bir misol, nogironligi bo'lgan talaba universitetga qatnaydi. U uyidan avval avtobusga chiqadi, keyin metroga o'tadi. Kuniga 4 marta transport ishlatadi. Agar bit qatnov 2000 so'm bo'lsa, kuniga 8000 so'm, 24 o'quv kuni bo'lsa, oyiga 1000 so'm, 2000 so'm. Agar uning oilasi kam ta'minlangan bo'lsa, bu summa juda og'ir. Bunday holatda davlat imtiyozni saqlab qolishi yoki manzilli yordamni aniq ishlatish kerak. Chunki transport faqat yurish masalasi emas, bu ta'limga kirish imkoniyati. Yo'l haqi qimmatlashsa yoki imtiyoz yo'qolsa, talaba dars qoldirishi, oilasi qarzga kirishi yoki boshqa xarajatdan voz kechishi mumkin. Uchinchi misol, ishchi odam shahar chetidan markazga qatnaydi. U imtiyozli toifaga kirmaydi. Lekin tarif oshishi yoki bepul qatnovlar qayta ko'rib chiqilishi unga ham ta'sir qiladi. Nega? Chunki transport tizimida xarajatlar qayta taqsimlanadi. Agar davlat bepul yurishlarni budjetdan to'liq qoplasa, oddiy yo'lovchiga bosim kamroq bo'ladi. Agar qoplamasa, transport korxonasi zarar ko'radi yoki tarif oshishi talab qilinadi. Natijada oddiy yo'lovchi ham ko'proq pul to'lay boshlaydi. Demak, bepul yo'l kira masalasi faqat imtiyoz oluvchilarning muammosi emas, butun transport tizimining iqtisodiy muammosi. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Bepul degan so'z odamlar uchun yoqimli eshitiladi. Lekin iqtisodiyotda bepul narsa yo'q. Agar yo'lovchi to'lamasa, bu xarajatni davlat budjeti to'laydi. Budjet esa soliqdan shakllanadi. Demak, masala shunday qo'yilishi kerak. Kimga bepul yurish haqiqatan zarur, kimga chegirma yetarli. Kimga esa pul kompensatsiyasi qulayroq. Men ekspert sifatida bitta prinsipni to'g'ri deb bilaman. Yordam hammaga bir xil tarqatilmasligi kerak. Yordam eng ko'p muhtoj odamga aniq yetib borishi kerak. Lekin bu prinsip hayotda qo'pol qo'llansa adolatsizlik paydo bo'ladi. Masalan, hujjat topshirishni bilmagan qariya imtiyozdan ayrilib qolishi mumkin. Kompyuter yoki internetdan foydalana olmaydigan odam tizimdan chetda qolishi mumkin. Endi istisnolar, xavfli joylar va ko'pchilik sezmaydigan nozik nuqtalar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik masala. Bekor qilinadi degan gap bilan qayta rasmiylashtiriladi degan gap bir xil emas. Agar kimdir sizga endi bepul yo'l kira tugadi desa, darhol vahimaga tushmang. Avvalo rasmiy hujjat bormi? Qaror qabul qilinganmi? Qaysi sanadan kuchga kiradi? Qaysi transport turlariga tegishli? Qaysi toifalar ko'rsatilgan, shuni aniqlash kerak. Ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda bitta jumla butunlay noto'g'ri talqin qilinadi. Loyiha muhokamada bo'lsa, odamlar uni allaqachon qonun bo'ldi deb o'ylaydi. Men har doim rasmiy manbaga qarang deyman. Ikkinchi nozik masala, imtiyoz transport turiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, avtobusda bir tartib, metroda boshqa tartib, shaharlararo yo'nalishda uchinchi tartib bo'lishi mumkin. Odam esa men bepul yuraman deb umumiy o'ylaydi. Lekin qonunda shahar jamoat transporti deb yozilgan bo'lsa, bu har doim ham viloyatlararo avtobus yoki yo'nalishli taksiga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qayerda bepul degan savol kim bepul degan savoldan kam muhim emas. Uchinchi nozik masala karta va hujjat masalasi. Agar reforma elektron karta orqali qilinsa, imtiyoz huquqi bor odam ham kartasiz bepul yura olmasligi mumkin. Bu ayniqsa katta yoshdagilar uchun qiyin. Masalan, onaxonning pensiya guvohnomasi bor, lekin transport kartasi yo'q. U avtobusga chiqadi, haydovchi esa faqat karta orqali deydi. Onaxon o'zini haq deb biladi. Haydovchi ham tartibga amal qilyapti. Mojaro shu yerdan chiqadi. Demak, muammo imtiyozning o'zida emas, uni tasdiqlash usulida bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik masala doimiy va vaqtinchalik imtiyozlar. Nogironlik guruhi ayrim hollarda muddatli beriladi. Muddat tugasa, tizim avtomatik imtiyozni to'xtatishi mumkin. Fuqaro esa komissiyadan o'tishni kechiktirgan bo'lsa,
transportda muammoga duch keladi. Shuning uchun muddatli hujjatlarni oldindan tekshirish kerak. Hali vaqt bor deb yurish xato. Chunki bitta idorada navbat, ikkinchi idorada ma'lumot kechikishi, uchinchi joyda bazaga kiritish cho'zilishi mumkin. Beshinchi nozik masala yashash joyi. Ba'zi imtiyozlar respublika bo'yicha ishlaydi. Ba'zilari mahalliy budjet hisobidan beriladi. Masalan, bir viloyatda pensionerlarga ma'lum kunlarda bepul yurish berilgan bo'lishi, boshqa viloyatda esa bunday tartib bo'lmasligi mumkin. Odam bir shahardan boshqa shaharga ko'chsa yoki vaqtincha bo'lsa, eski imtiyoz avtomatik ishlaydi deb o'ylamasligi kerak. Ayniqsa mahallalik qarorlar asosida beriladigan yengilliklarda hududiy farq bo'ladi. 6. nozik masala. Kompensatsiya imtiyoz o'rnini har doim ham to'liq bosmaydi. Masalan, davlat bepul yurish o'rniga oyga ma'lum miqdorda pul beramiz desa, bu nazariy jihatdan qulay ko'rinadi. Fuqaro pulni o'zi xohlagan transportga sarflaydi. Lekin amalda 3 ta savol tug'iladi. Birinchisi, kompensatsiya qancha bo'ladi? Ikkinchisi, u vaqtida tushadimi? Uchinchisi, ko'p qatnaydigan odam bilan kam qatnaydigan odamga bir xil pul berilsa, adolat bo'ladi. Masalan, bir pensioner oyiga 10 marta yuradi, boshqasi 80 marta yuradi. Ikkalasiga bir xil 6000 so'm berilsa, birinchisi uchun yetadi, ikkinchisi uchun yetmaydi. Shuning uchun bunday modelda hisob kitob juda aniq bo'lishi kerak. 7. nozik masala. Nazorat kuchaysa, jarimalar ham ko'payishi mumkin. Oldin haydovchi og'zaki o'tkazib yuborgan joyda endi validator, nazoratchi yoki elektron tizim ishlashi mumkin. Agar odam imtiyoz huquqini tasdiqlay olmasa, unga oddiy yo'lovchi sifatida qaraladi. Ba'zi hollarda jarima ham qo'llanishi mumkin. Shuning uchun mening huquqim bor degan gapning o'zi yetmaydi. Huquqni amalda ko'rsatadigan hujjat, karta yoki elektron tasdiq bo'lishi shart. 8. nozik masala. Bolalar, o'quvchilar va talabalar. Ko'p oilalarda eng katta xarajat aynan bolalarning qatnovidan chiqadi. Agar 3 farzand maktab, kollej yoki to'garakka qatnasa, har kuni transport ishlatsa, oy oxirida sezilarli summa yig'iladi. Reforma jarayonida o'quvchi va talabalar uchun alohida tarif, oylik abonement yoki chegirmali karta joriy qilinishi mumkin. Men buni ijobiy yondashuv deb bilaman, lekin faqat bitta shart bilan. Tartib oddiy bo'lishi kerak. Ota-ona 10 xil idoraga yugurmasligi, har oy yangi ma'lumotnoma olib kelmasligi kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy, amaliy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki oilangizdagi imtiyozli shaxs qaysi toifaga kirishini aniq yozib oling. Pensionermi, nogironligi bo'lgan shaxsmi, urush yoki mehnat faxriysimi, kam ta'minlangan oila a'zosimi, talaba yoki o'quvchimi, ko'p farzandli oilami? Bizga ham tegishli bo'lsa kerak degan taxmin bilan yurish kerak emas. Toifani aniq bilmasangiz, mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markazidan so'rashingiz kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, ijtimoiy reyestrga kiritilganlik bo'yicha ma'lumot, talabalik guvohnomasi, o'quvchi ma'lumotnomasi. Vasiylik yoki homiylik hujjatlari, zarur bo'lsa yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lishi kerak. Men hamisha hujjatlarning suratini telefonda saqlashni maslahat beraman, lekin asli ham kerak bo'lishi mumkin. Telefoningizdagi surat rasmiy joyda har doim qabul qilinmaydi. 3-qadam, muddatlarni tekshiring. Ayniqsa nogironlik, talabalik, vaqtinchalik ijtimoiy yordam, kam ta'minlanganlik bo'yicha ma'lumotlar muddatli bo'lishi mumkin. Muddat tugashiga 1 oy qolsa, yangilashni boshlang. Chunki ma'lumot bazaga kiritilmaguncha transport kartasi ishlamasligi mumkin. 1 kun kechikish ham 1 oy muammo yaratishi mumkin. 4-qadam, transport kartangiz bo'lsa, uni tekshiring. Karta ishlayaptimi? Balans ko'rinadimi? Imtiyoz unga bog'langanmi? Boshqa odam nomiga rasmiylashtirilmaganmi? Agar karta yo'q bo'lsa, qayerdan olish mumkinligini aniqlang. Odatda bunday kartalar transport xizmatlari markazlari, metro kassalari, maxsus punktlar yoki davlat xizmatlari orqali berilishi mumkin. Men aniq manzilni har bir hudud bo'yicha alohida tekshirishni maslahat beraman. Chunki tartib shahardan shaharga farq qilishi mumkin. 5-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Ijtimoiy tarmoqdagi audio, skrinshot yoki bir tanishim aytdi degan gapga ishonib qaror qilmang. Vazirlik, hokimlik, transport boshqarmasi, davlat xizmatlari portali yoki qonunchilik hujjatlari e'lon qilinadigan rasmiy manbalarga qarang. Agar loyiha muhokamada bo'lsa, unga fikr bildirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Oddiy fuqarolarning fikri ham muhim.
Ayniqsa transportdan har kuni foydalanadigan odamlarning real misollari qaror qabul qiluvchilar uchun kerak. 6-qadam, agar imtiyozingiz ishlamasa, og'zaki tortishuv bilan cheklanib qolmang. Avtobusda yoki metroda karta o'tmasa, darhol qayerda, qachon, qaysi yo'nalishda qanday xatolik chiqqanini yozib oling. Karta raqamini, vaqtni, transport raqamini saqlang. Keyin transport operatoriga xizmat ko'rsatish markaziga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Murojaatda mening imtiyozim bor, lekin tizim tan olmayapti deb aniq yozing. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Shunda muammo haydovchi o'tkazmadi darajada qolmaydi. Tizimdagi xatoni tuzatish imkoniyati paydo bo'ladi. 7-qadam, oilaviy transport xarajatini hisoblab chiqing. Bu juda oddiy, lekin ko'pchilik qilmaydi. Har bir oila a'zosi bir kunda necha marta transportga chiqadi? Bitta qatnov qancha, oyga nechta kun qatnaydi? Shuni yozing. Masalan, ota kuniga 2 qatnov, ona 2 qatnov, talaba farzand 4 qatnov, maktab o'quvchisi 2 qatnov qilsa, umumiy kunlik qatnov inta bo'ladi. Har biri 2000 so'mdan bo'lsa, kuniga 20 so'm, oyiga 22 kun hisobida 440 ming so'm. Agar imtiyoz yoki chegirma bor bo'lsa, qancha tejash bo'layotganini ham ko'rasiz. Shunda reforma sizga real qancha ta'sir qilishini tushunasiz. 8-qadam, agar siz imtiyozga muhtoj bo'lsangiz, lekin ro'yxatda bo'lmasangiz, ijtimoiy himoya tizimiga murojaat qiling. Ba'zi odamlar yordam olish huquqiga ega, lekin hech qachon ariza bermagan. Natijada davlat bazasida ular muhtoj sifatida ko'rinmaydi. Keyin reforma kelganda nega menga yordam yo'q degan savol tug'iladi. Javob oddiy bo'lishi mumkin. Tizim sizni bilmaydi. Shuning uchun mahalla orqali, ijtimoiy himoya bo'limi orqali yoki davlat xizmatlari markazi orqali holatingizni rasmiylashtirish kerak. 9-qadam. Jamoaviy muammoni jamoaviy qilib ko'taring. Masalan, bir mahallada ko'p pensionerlar poliklinikaga qatnaydi, lekin yangi tartibda ular uchun transport qimmatlashsa, buni alohida shikoyat qilishdan tashqari mahalla nomidan ham ko'tarish mumkin. Aniq raqamlar bilan yozing. Nechta pensioner qaysi yo'nalish, haftasiga necha marta qatnaydi? Eng yaqin poliklinika yoki ijtimoiy obyekt qayerda? Rag'amli, aniq murojaat hissiy shikoyatdan kuchliroq ishlaydi. Men yana bir narsani alohida aytaman. Islohotning maqsadi haqiqiy muhtoj odamni himoyasiz qoldirish bo'lmasligi kerak. Agar tizim shaffof bo'lsa, imtiyozlar aniqroq ishlaydi. Suiiste'mol kamayadi. Budjet mablag'i maqsadli sarflanadi. Lekin agar tartib murakkab bo'lsa, eng ko'p yordamga muhtoj odamlar hujjat yig'olmay, navbatda qiynalib imtiyozdan chetda qolishi mumkin. Shuning uchun men fuqarolarga ham, mas'ullarga ham bitta narsani eslataman. Reforma qog'ozda emas, avtobus bekatida, metro kirishida, pensionerning hamyonida va talabaning kundalik hayotida sinovdan o'tadi. Xulosa shuki, bepul yo'l kira masalasida vahima qilish ham, beparvo yurish ham to'g'ri emas. Eng to'g'ri yo'l rasmiy qarorlarni kuzatish, o'z toifangizni aniqlash, hujjatlarni tartibga keltirish, transport kartangizni tekshirish va xarajatlaringizni oldindan hisoblash. Agar imtiyoz saqlansa, uni to'g'ri ishlatish kerak. Agar kompensatsiya joriy qilinsa, uning miqdori real hayotga mos bo'lishini talab qilish kerak. Agar tartib o'zgarsa, huquqingizni tasdiqlaydigan hujjatlar tayyor bo'lishi kerak. Men bugun sizga masalaning faqat sarlavhasini emas, ichki mexanizmini tushuntirishga harakat qildim. Endi sizdan so'rayman, sizningcha bepul yo'l kira to'liq saqlanishi kerakmi? Faqat muhtojlarga berilishi kerakmi yoki pul kompensatsiyasiga o'tkazilgani ma'qulmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikning kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi.